bizga taklif etishingizga tashakkurnomamiz va arzimiz ham. Qo'ldan zo'r bo'ldim. 4-yil sizni maktabingiz ochilganiga sizni video darslaringizdan doimiy ravishda foydalanamiz. Respublika miqyosida juda ham ko'p video darslar bor, lekin sizniki juda ham mukammal. Aniq ma'lumotlar bilan kiritilgan, ko'p ma'lumotlar berasiz. Keyin sizni kiritilgan videolaringiz nimalardan tarjima qilingan xalqaro yoki xalqaro miqyosdagi olimpiada savollariga ham ko'p mana shu darsingizni javoblar topdik. Men ko'rdim, buni hammasini o'qib chiqdim, juda ham yaxshi, mukammal. O'quvchilarimizda ham juda ko'pchiligi suvdan foydalanishadi. A+ darajada mana bir Zayro Oysha qizimiz kimyodan sertifikat olgan. Mushtariy qizimiz A darajasida biologiyadan bahorga olimpiada nimada olish sertifikatini. Durdona qizimiz Ayniqsa 8 darajada yana biologiyadan hozir B+ olganlar, lekin A+ni xudo xolsa kutyapmiz. Mana 28-29-kuniga. Bunaqa o'quvchilarimiz juda ham ko'p. Sizni video darslaringizdan, bergan bilimlaringizdan hammamiz, o'quvchi ham, o'qituvchi ham hammamiz tengdan foydalanamiz. Ishingizga rivoj tilayman. Bu darsligi juda ham zo'r chiqqan. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun birinchi konkursimizning g'olibi bo'lgan Bekobod shahar ixtisoslashtirilgan, ya'ni tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilgan maktabga tashrif buyurdik. Bu yerda juda ham zo'r taassurotlar bilan ayni paytda qaytmoqdamiz. Ustozlarimiz, o'quvchilarimizga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Bizni juda ham iliq kutib olishdi, biz kutgandanda va biz 20 juft kitobni ushbu maktabga hadya sifatida topshirib, bugun endi qaytmoqdamiz. Ushbu ixtisoslashgan maktabning ustozlariga, o'quvchilariga omad yor bo'lsin. Kelajakdagi ishlariga muvaffaqiyat tilayman. Bizni YouTube kanalimizda kuzatishda davom eting. Kelajak mediklari loyihasi doirasida bunday bonuslarni yana ham tashkillashtirib o'tkazib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.